Bir. Şu bana kızlar yetirip birkaç kızlar kütüğün depti, soruyetin depti, lazina mı depti, yok depti, ne yendi lazina? Маршрут перестроен. Ha. Через 200 метров развернитесь. Malika mı deptiler, ne yendi Malika degan ekan. Matlu mu? 5 ta bola sizlar matlu mu? Nima yendi matlu? 4 ta qizingizdan ne yurishini bittasini topolmayapsiz deganmishda. Endi men qayerdan bilaman? Geldiniz mi? Ha? Geldiniz mi? Nimada? Pensioneri. Alo. Assalomu alaykum, marhaba, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshiman. Kim bu? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men bir do'kondan telefon qilayotgandim. Kreditatsiya do'konidan. Onajon, sizga bir do'konimiz tomonidan dastavka boradi ertaga shu desangiz. Nima dastavka kerak? Qizlaringizdan biri konsioner xarid qilgan ekanlar. O'shanga ertaga jo'natamiz, qabul qilib olamiz. Nima deb o'ylaysiz, onajon? Kim xarid qilgan bo'lishi mumkin bu konsionerni siz uchun? Qizim qilgandir-da. Qaysi bir onajon? Taxmin qilib 5 ta ko'ringchi. qizimiz bor, 5 ta qizimni bittasi qilgandir-da. Bitta qizim bor endi. Ismlari? Zaytuna. Zaytuna. Papamas. Malikaniki. Ya Endi Matlubaniki. yo'q, bunisini biz Yalabinamiki. aytmaymiz. Hammasi yaxshi ko'raman. Qaysi qizingiz sizlar juda ham yaxshi hurmat qilib sizni yaxshi ko'radi? Matluban qizimni yaxshi ko'raman. 5 ta bolasi bor-da, chunki. Balkim Lazina opa ham bo'lishi mumkin. Balkim Lazinamiki. Ertaga biz jo'natamiz sizni sovg'angizni. Xudo xohlasa. Qabul qilib olganda o'shani kimdan va qaysi qizingiz ilohim sovg'alarni qabul qilib yaxshi kunlarga ishlatib. Hammaga duo qilaman. Sizga ham duo qilaman. Qizimga ham. Rahmat. Juda qizimga ham duo qilaman. Nasib bo'lsa Alloh nasib qilsin. Rahmat. Rahmat bolalarim, rahmat. Xullas aytmoqchi bo'lganim, onamlar uchun mana shu Berk firma kondisioneri oldim. Lekin ota-onani xursand qilish uchun umra hajliga borish shart emas. Ularga mana shu konditsioner olib bo'lsa ham ularni ko'nglini shod qilishimiz, ularni qalbini quvonchga to'ldirishimiz mumkin. O'shanga bu videoni olishimdan maqsad ota-onamning emotsiyasi. Ularga kerak bo'lgani uchun mana shu konditsionerni ular uchun hadya qildim. Dastavka keldi mana. Uzak bo'lsin. Boy boylar o'tib, xudo xohlasa. Yaxshi kunlaringiz yo'q kunlaring. Xudo xohlasa.